oldindan bitta laykni bosib qo'yasizlar. Ayni damda Toshkent tumani Keles G'iyos Umarovga kelganmiz. O'rtoqlar, mana ushbu ko'rib turgan xonadoninglar 201 sotuvli yer maydoniga qurilgan. Bemalol bu yerga avtomobil qo'yib qo'ysanglar, tapchan kalavatlar qo'yib qo'ysanglar, juda ham bir chiroyli. Uyimizni qaranglar. Tepalar navesda qilingan va bu yoq taraflar ham naves bo'lgan. Mana shu joyimiz yaxlit tegi podval bo'ladi. Uje mana havo aylanish sistemalarini hammasini uje mana shu yoqqa chiqarib qo'yganlar. O'rtoqlar, bu yoqdan katta kenglikda yashil hududimiz boshlanadi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Chiroylikkina gazollar sepib qo'yilgan, fasad ishlari to'liq bitkazilgan, pishgan g'ish, xom g'ish aralash qilib qurilgan bu joyimiz. Bu yoqdan santexnika hammasi dokumentlarlar olib kirib qo'yilgan. Bu bizani letniy kuxnamiz bo'ladi. Xohlasanglar shunda mashit yopib borib, oshxonani bu yoqqa chiqarib yuborsanglar, 4 ta xona bo'ladi. Ko'cha uchun hojatxona qoldirib ketilgan. Xonadan boshlaymiz. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan chiroylikkina, shinamgina oshxonamiz bo'ladi va oshxonamizning yonida umumiy yuvinish xonalari, hojatxonalari hammasi birgalikda. Uyimizda 100% ko'plik holda isiydi va bu yoqdan ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishingiz mumkin va o'zini ichida san'uzellariga ega. Mehmonxonamiz bo'ladi, juda ham bir chiroyli. Romlari hammasi tashqariga qaragan. Bu yoqdan ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rsanglar bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan uylarga uy egalari $67,000 so'rashyapti, o'rtoqlar. Kelinglar, ko'ringlar, yoqsa bosib yuboradigan joyi. Jigarlar, Keles G'iyos Umarovda joylashgan.